أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا أشرف المرسلين وآله وأصحابه عليهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli o'quvchilar, saboqdoshlar, bugun Alloh subhanahu va taoloning fazli bilan Ramazon sharifning birinchi kechasi Qiyomul Layl bilan darsimizni boshlabmiz. Manhalul hadisning, ya'ni hadis buluqining 26 hadisi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis. Ana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qol سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله ولو استزدته لزادني. Bu derste Resul sallallahu aleyhi ve sellem 3 türlük hakni bayan kılgan. Birincisi Allah subhanahu ve taala'nın bendeli üstüdeki ubudiyet hakkı. O namaz bilen bayan kılıngan. İkincisi insan üstüdeki boğan hakkı. Bu haklarının birincisi en muhimi ata-analarning avlodlari ustidagi haqqi. Avlodlar ata-analarga qanday muomala qilish. Uchinchisi ummatning musulmonlar ustidagi haqqi, ya'ni Alloh yo'lida adolatni barpo qilish, tinchlikni barpo qilish va mazlum mustazaf musulmonlarning haqqini zalimlerinin qo'lidan alish va mu'min musulmonlar yashag'idek xotirjam bir sharoitni hozirlash uchun Alloh yo'lida jihad qilish. Mana bu hadis 3 türlük haq: Allohning haqqi, inson ota-onaning haqqi va mazlum mustazaf ojizlarning haqqini bayon qilish bilen xulosalangan bu biri. İkinci birisi bu hadis mu'min musulmonlarga bir örnek bulup örnekte mu'min musulmon davomli turda nimani izlash? Birincisi qayda ish qilsam Alloh rozi bo'ladi. Qaysi xil ish bilan Rabbimning en suyumluk, en mahbub bandisiga aylanaman deganni o'ylagan va shuni ko'zlaganlikdan etilib chiqqan savol. Ayyul amali ahabbu ilalloh. Bu yerda amallarning hammasi Alloh taologa mahbub, ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan, Alloh taolo do'st tutgan amal birodarlar. Alloh yaxshi ko'rmaydigan amallarni Alloh buyurmadi, talab qilmadi. Ama amallarning birisi-birisidan farqi, birisi-birisidan darajasi, birisi-birisidan hukmi, birisi-birisidan o'rni o'xshamagan bo'lganligi uchun bu yerda eng suyumli, eng mahbub amallarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ragan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qildi, bunday dedi: "Men payg'ambar alayhisolatu vasallamdan Allah subhanahu wa ta'alaga en suyumluk amel qaysi amal deb so'rasam, Peygamber aleyhisselam özünün vaqtida o'qilingan namoz deb javob berdi. Ala vaqtiha, ala istila harfi vaqtida, ya'ni avvali bo'lsin, oxirisi bo'lsin, o'rtasi bo'lsin, namozning vaqtida qazo qilayotmay, vaqtini qo'ldan berib etmay o'qigan bo'lsa, bu namoz eng afzal namoz. Qazo qiladigan ish bor. Endi buningdan
vaqtning birinchi, o'rtasi, oxirisi deganda qaysi afzal deganda yana avvali, chunki ba'zi rivoyatlarda as-salatu ala avvali vaqtiha deb kelgan. Dastlabki vaqtida deb. Şuna birinci vaqtida o'qilgan namoz, ikkinchi namozlarning ichida qazo qilinmay vaqtida o'qilgan namoz. Men kim qaysi desem payg'ambarim ota-onaga yaxshilik qilish. Ota-onaga yaxshilik qilish umumiy ma'no ko'ngilni og'ritmaslik, mayli iqtisodiy sabab, mayli e'tiqodiy sabab, mayli başqa her türlü sebepler bilen ko'nglini og'ritmaslik, dilini ranjitmaslik bu eng afzal Allohga yaxshi ko'rgan amaldir. Bu yerda islom insonga yaxshi muomala qilish, insonning haqqini ado qilish, ota-onaning haqqi, qulun qo'shnining haqqi, er ayolning haqqi, bolaning haqqi, jamiyat haqqi, har bir haq egasining haqqini ado qilish bu Alloh yaxshi ko'rgan amal. Ammo bu amalning ichidagi eng yaxshi ko'rgan amal nima desa, shu dal insonga eng yaqin bo'lgan, insonning jafalarını tatqan, dunyoda inson bo'lish uchun hassini qo'shgan ota-onasiga yaxshilik qilish. Men anından keyin qaysi desam, payg'ambar alayhisalom Alloh yo'lida jihad qilish dedi. Ve bu yerdagi ota-onaga yaxshilik qilishdan jihadni keyin qo'yishda vallohu alam bu jihad farz ayn bo'lgan jihad emas. Bu farz kifoyaga aylangan yoki nafliga aylangan jihadki ota-onaning ruh sütünü aladigan yoki ota-onasining boqquchisi bo'lmay qolsa, uni boqmasa bo'lmaydigan yerdagi jihad. Abdullah ibn Mas'ud bundoq deydi, "Menga o 3 xil vasiyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlab berdi. Agar men payg'ambar alayhisolatu vasallamdan ortiq qilishni talab qilgan bo'lsam, Rasululloh menga cho'qim ortiq berdi." Umumiy ma'nosi في مجال التنافس في الطاعات ورغبة في التسابق إلى الخيرات يسأل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل القربات أي العمل الصالح أحب إلى الله وأكثر ثوابا ويجيبه صلى الله عليه وسلم أحب الصالحات إلى الله المحافظة على أداء الصلوات في مواقتها. Yaxşı əməllərə bəsləşiş meydanında yaxşı işlərə musabiqələşişə qiziqib Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'ı yakınlaştırdıkan ibadetinin en əbzilidən soraydı. Yani Allah Teala'ga en suyumluk yaxşı əməl qaysı, savabı köpü qaysı? Ve onun da Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah subhanahu ve Teala'ga yaxşı əməlinin en suyumluki namazını öz vaxtida ada qilishni davamlaştırır deb cevap verirdi. Lakinnehu yuhibbu en yeteraqqa ve yezdada feyes'al sümme maza ba'da haza feyekulu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sümme birrul validin. Lekin Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh öyler artık sual soraşını yaxşı görüp an bunundan ki nima deb soraydı. An Resulullah deydi an ata-onaga yaxshilik qilish ve o ikkisining ham buyruqlariga ko'ngil bo'lish. Ata-onamning buyruqi kimdan nima demay, voyma ata-onam meni ma ishqa buyurdi, a ishqa buyurdi deb buyruqini alohida cho'ng bo'lish, buyruqini yerda qo'ymaslik, buyruqiga xiloflik qilmaslik, ata-onaning buyruqlariga beparvo qilmaslik. İkisiga yaxshilik qilish, ihson qilish. İqtisadi cihettin, ahlaki cihettin, muamele cihettin, gap söz cihettin yaxshilik qilish. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anh bunda deydi: "Sümme maza minel a'mali ahabbu ilallahi ba'da salat ala vaqtiha ve birrul validayn." Allah namozni o'z vaqtida o'qib qo'ygan, ota-onaga yaxshilik qilib qo'ygandan keyin Allah subhanahu va taologa amallarning eng suyumlisi nima dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sümmel cihadu fi sabilillah
an Allah yolunda cihat kılış. وَرَغِبَ ابن مسعود في الاسترسال في السؤال حرصا على الاستزادة من العلم ومعرفة أبواب الخير. Abdullah ibn Mas'ud o ilimni köpeytişki kızıkıp, yaxşılıkның yollarını tushunishga qiziqib, so'raverishga fil istirsal sual degan so'raverishga qiziqib qoldi. Lekin u his qildi, lakinnahu istash'ara aw khafa malal rasul fasakata shafqatan minhu alayhi wa huwa ya'lamu annahu law sa'ala ziyadatan la ujiba. Lekin Abdullah ibn Mas'ud his qildi, yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zerik qilishdan ansirab, Abdullah ibn Mas'ud payg'ambarga ichog'itib jim turdi. Vahalaniki Abdullah ibn Mas'ud o'zining agar payg'ambarimdan ortiqini so'rgan bo'lsa, cho'qim Rasululloh tarafidan javob berganligini bilib turib, yana so'rmadi. Demak, ustoz herib qolgan, charchab qolgan, bek ortiq bisimlarning orasida qolib qolgan bo'lsa, uning yana ma gapim batdi, mani so'rsam bo'tdi, ma darsni dappasini bo'ladi deb turilish yaxshi ish emas. Al-mabahisul arabiyya arabcha tadqiq qilinadigan temalar. Ayyul amali ahabbu ilallah. Alloh subhanahu va taologa amallarning qaysi mahbub degan ba'zi sahih rivoyatlarda ayyul amali afdal, qaysi amal fazilatli, ba'zida ayyul a'mali aqrabu ilal janna, jannatga qaysi amal yaqin qiladi. Va zohir chiqibdig'ini iniqi ba'zi qurilmalar raviyning ma'nosi bilan tasarruf qilgan, ya'ni o'ynashqanlikdan, ya'ni o'rib ko'rganlikdan, shu ma'nini o'rib afzal dedimi, yaqin qiladi deganlikmi. Shuningdan kelib chiqqan bu xil ishlar. As-salatu ala vaqtiha degan maqsad namoz o'qish o'zining vaqtida degan maqsad sahiyroq. فلفظ على يدل على الاستعلاء على جميع الأوقات. Ala degan lafz bütün vaqtlarga üstün bo'lganligini dalolat qiladi. Bir rivoyatda as-salatu li vaqtiha lam bujan ibtida boshlashdan uqtirib turadi. Dilinde innalloh bi ma'na fi, lam fi ma'nisida. Anda bo'lganda maqsad namozni qaysi qismida o namazning vaqtlarini qismlaridan ado qilish maqsad. Qaysi qismida ado qilsa bo'lardi vaqtda. Uning avval qismisi, o'rta qismisi, oxirgi qismisi, qaysi qismida namozni ado qilsak bo'lardi. Bu namozning eng afzali. Qazo qilyapmay, vaqtdan chiqaryapmay, o'tkazayapmay o'qisa. وعلى هذا تكون رواية على وقتها بخل qarashga asosan ala vaqtiha degan rivoyat vaqtda ado qilishga qodir bo'lishga dalolat qiladi. Namozning qaysi afzal desa, o'z vaqtida o'qishga qodir bo'lgan namoz, o'z vaqtida o'qilgan namoz demak. Summa ay muzofun ilayh mahzub lafzida taqdiri summa ayyul amali afzal degan bo'lsa, qaysi amal afzal? Birrul validayn, atani yaxshilik qilish. Bir degan ko'ngilni og'ritish, dilini ranjitishdan qarshisini bir deymiz. Qanday ko'ngilni og'ritishdan qarshi degan ko'ngilni tutish, ko'ngilni elish degan ma'noda. Dilido baraytu validay, atanimga yaxshilik qildim. Bani zibar o'qitmiz badab, yani zir o'qitmiz barirtu aburruhu, barra yaburru aburru yaxshilik qilma. Bani zibar o'qitganmi ba ana barrun bih, men uning yaxshilik qilman deb. Bani zibri bilan barrun, barning jamisi abror, barratning jamisi bararat degan bo'ladi. Aburru, abarru, aburru deganlar. Haddasani bihinna Rasululloh digichi Abdullah ibn Mas'ud. Menga o kelimalarni Rasululloh so'zlab berdi demakdir. Buningda ishorat bor. Yuqoridagi so'zlarni ta'kidlash va bekitish ishorat bor. Va u bir vaqtda so'rab, bashara savol degan bir vaqtda so'rab, javobni o'zim anglagan demak. Men o'zim so'rdim, javobini o'zim angladim.
وَلَوْ اِسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي degan وَلَوْ اِسْتَزَدْتُهُ مِنْ هَذَا النَّوْ agar Resulullah'ın bu tür qası əməllərinin, əbzəlinin mərtəbələri tur. Bu türdən ziyadə qilishni so'ragan bo'lsam, bir rivoyatda "Fama taraktu astazidu illa ir'a'an alay." Men payg'ambarimdan ortiq so'rashni tashlashim faqat o payg'ambarimga ichi og'ritgan, o payg'ambarimga ko'ngil bilgan va payg'ambarimga mehribonlik qilganligimdan dedi. Demak, amallarning ichidagi tavozun, muvozanat buzilib ketsa, vallahi birinchi farz ayn, ikkinchi farz kifoya, üçüncüsü sünnet, dördüncüsü mustahab yani nafile tutsa, bir adam farz-ı ayninden farz-ı kifayeni ilgiri kılsa, ya ki sünnetten vacibini ilgiri kılsa, ya ki bugünün farzini, hazırlıkta bugünün farzini koyup turup, mesela bir adam kışıda aç, ya kattık kisel, ya bir adamın özü cahil, bilimsiz okutma dep tuvatkan bulsa, o açni, o bilimsizni, o kiselni derhal o'ngshash nima bo'lsa farz. Ammo men haramga aytdim, yo boshqa bir ish qilmoqchi edim deb, kinlik ata o'gunning farzi uchun bugunning farzini qazo qilsa, bu gunohkor bu. Fiqhul hadisning mazmuni. اختلف العلماء في المراد من قوله الصلاة على وقتها. Ülmalar Peygamberimizin "Es-salatu ala vaktiha" degan so'zidagi maqsad haqida bo'lendi, ixtiloflashdi. Maqsad o namozning dastlabki vaqtimi yoki uning butun vaqtimi? Ala ra'sil qoilina bir ra'il avval Ibn Battal. Birinchi xil qarash, namozning birinchi vaqti degan qarash, birinchi xil qarashning digüçilerinin baş kallısta İbn Battal var. İz qala fil hadis ennel bedara ila salat fi evvel vaktiha abzalu min at-tarafi fiha. لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. Çünkü İbn Battal mundaqdır. Hadiste namazning avvalgi vaqtida oldurganlik o namazını söylügenlikten, keçiktirgenlikten afzal da ba. Çünkü hadis o namazda fakat lam şart etdi namazının özünün mustahab bo'lgan vaqtida tekbir o'qilingan chag'ida amallarning eng yaxshi bo'lganligini shart etdi. Endi mustahab vaqti kechiktirsangiz bo'ladi, ayg'ir o'qisangiz bo'ladi, 5'de okusanız da buludu. Ama 5'de okuş mustahab vakti. Bu mustahab vaktide okulgan çağdaki namaz en yaxşı Allah Teala'ga mahbub namaz buluduğanlığı şart edilgenliği üçün kiçikte avvalki vakti buludu. Ve ala ra'sil qailine bir ra'yi sani İbn Daqiqil Aid. İkinci xil qarash namazning vaqtining hammasining ichida o'qisa afzal bo'ladi degan ikkinchi xil qarashning degichilarning bosh kallasida Ibn Daqiqil Aid bor. Chunki u dedi laysa fi labzil hadis ma yaqtazi awwalan va oxiran. Hadisning so'zlikida avvali oxiri degan gapni talab qiladigan bir narsa yo'q. كأن المقصود به الاحتراز أما إذا وقعت قضاء. خود hadisden maksat qazo bo'lib qolgan namozdan saqlanmoqdir. Qazo bo'lib qolgani afzal emas, qazo bo'lmay adovlig'i afzal demakchi deydi. Va nahnu namilu ila ra'yi Ibn Battal. Bizmo Ibn Battalning qarashiga moyil shuni tutamiz. فيكون لأن إخراجها عن وقتها محرم. Çünkü namazın vaxtidan çıxıb ötüş haram. ولفظ أحب يقتضي المشاركة في الاستحباب. أحب degan lafzi mustahhablikda shirklikda talab qiladi. Unda bo'lganda ahab qaysi mahbub degandan keyin ikkilisi birinchi qitimda o'qish mustahab, ammo shuning ichida bakroq mustahab qaysi demak. Fayakunul ihtiraz an vaqtiha an iqaiha fi oxiril vaqt. Shunlashqa
bu yerdeki saqlanish namozni vaqtning oxirisida tushirishdan bo'ladi. يؤيد ما ذهبنا إليه ما أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي بلفظ الصلاة في أول وقتها. Biz bağan qarashni İmamul Hakim, İmamul Darqutni, İmamul Bayhaqi as-salatu fi awwal vaqtiha degan atalg'i bilan chiqqan hadis kuchlantirdi. Va haza la yamna'u fazla salat fi vaqtiha. Bu namozning vaqtida o'qilgan namozning fazilatini to'smaydi. Lekin vaqtida o'qilgan namoz onun oxirisida o'qilgan namozdan va hamma amallardan afzal. Shu vaqtida o'qilgan, ya'ni birinchi vaqtida, avvalgi vaqtida o'qilgan namoz va boshqa namozdan afzal demakdir. Bu bir. Amma birrul validayn fal ayat taqtazil vasiyata bihima wal amra bi ta'atihima ولو كانا كافرين إلا إذا أمرا بالشرك فتجب معصيتهما في ذلك عملا بقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. أما أتانغ yaxshilik qilish oyatlar u ikkisiga vasiyat qilishni talab qiladi. Bir odam o'lib qolgan bo'lsa ota-onasining haqqida yaxshi ishlarni vasiyat qilish, ma'o fulumdan bir qismisi yoki begimdan bir qismisi yo tijoratlarimdan bir qismisi ota-onam uchun bo'lsin, ota-onam uchun davomliq mandaq ishlar bo'lib tursin deb vasiyat qilishni talab qiladi va u ikkisiga itoat qilishga buyurishni talab qiladi. Yani ota-onam buyrug'ida agarchi kafir bo'lsa-mu, ota-ona kafir bo'lsa-mu buyrug'iga bo'ysunish, itoat qilishni talab qiladi. Biroq ota-ona shirkka buyurgan vaqtda Alloh taolaning buyrug'iga xilof, Alloh taolaning amriga xilof ishga buyurgan chaqda itoat qilib bo'lmaydi. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil xoliq. O Alloh taolaga osilik qilib turib maxluqqa bo'ysunish yo'q. Şolaşqa ata-onaga osilik qilish vojib bo'ldi shu chaqda. Aniq. Shariat chekilgan, ya balam namoz o'qimang, ya balam amdi dinni o'qimang, ya balam tabliq qilmang, ya balam deb o'limisa, ya dindan chiqding deb to'ssa, cheklisa, u chaqda ata-onaga osilik qilish vojib. Allah dedi ya, amal qilib Allohning so'ziga va in jahada, agar seni ata-onang mana shirk keltirishga tirishsa, shu jahadak degan tilladi, udi, qo'rqitdi, har xil aziyatlarni soldi, o'shunday qilib. Shunda bir narsaniki yo'q, sen uchun uning ilm yo'q, chiqay desang ilm yo'q, diniy ilm yo'q. Diniy ilmda chiqishga bo'ladi deydigan ilm yo'q. Faqat chiqma, qilma deydigan ilm bor. Buni zo'rlasa, ota-onaga bo'ysunma. Bu ikkisiga dunyoda yaxshilik bilan amro bo'ladi. Endi buyrug'inga bo'ysunmaymiz. Ya bu ota-ona gunohga buyurdi ekan, xatoga buyurdi ekan, odamni Alloh taolo cheklagan ishga qistaydi ekan deb ota-onadan ado-judo bo'l emas. ishga qilma. Mao din cheklagan ish, mao yaxshi ish emas. Ammo ota-ona mao sizningki boshqa ishingizda diginingizda qilaman, yaxshi ish olsa qilaman, sizning qishingizda amro bo'laman degan deydi islom. وقد اختلف العلماء في تقديم حق الأم في البر على الأب. Ulamolar onani yaxshilik qilishda, dadiga ilgir qilishda ixtiloflashib qilib, fazahabal jumhur ila anna lil ummi salasatu amsal ma lil abi min al bir. Jumhur ulamolar onaga dadiga qiladigan yaxshilikdan 3 lozim deganga boradi. Sahih hadisda qilib turib, anna rajulan sa'ala Rasulullah faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati? قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال من ثم من قال أبوك. وبالحديث الصحيح إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم بالأقرب فالأقرب. Hakikaten bir kişi, nama'lum bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mundaq sorab, sual sorab mundaq dedi ya Resulullah,
odamlarning mening eng yaxshi suhbatdosh bo'lishimga haqliroq kim? Payg'ambarim ona. U kishi ondan keyin kim? Payg'ambarim onang dedi. U kishi onangdan keyin kim? Payg'ambarim onang dedi. U kishi onangdan keyin kim? Payg'ambarim dadang dedi. Bu bir hadis. Sahih hadis bilan Alloh taolo sizlarga onalaringlarga vasiyat qiladi. Ondan keyin sizlarga onalaringlarga vasiyat qiladi. On sizlarga onalaringlarga vasiyat qiladi. On sizlarga dadalaringlarga vasiyat qiladi. Ondan yaqiniga degan mushi hadis bilan anaga 3 ko'y pul bersang dadiga 1 ko'y pul, anaga 3 qitim yaxshilik qilsang dadiga 1 qitim yaxshilik qil. Chunki ananing jafosi bir vosita jafo. Dada endi uyda yo'qni topaman, uyning ishlarini hal qilaman deb sirtga chiqib qammagan bilan ammo poqongni quraydigini, o'ldin eli oladigini, yig'angni pastlaydigini, bag'riga bosadigini, qo'lingdan tortadigini, quchuqqa oladigini bir vosita jafoni tortadigini kim o? Ana. Va ham ona degan ojiz, ona degan qalbi yumshoq, ona degan bag'ri issiq bo'lganligi uchun onangga yaxshilik qil dedi. ونقل بعضهم عن مالك أنهما في البر سواء. Ulmalarning ba'zi İmam Malik rahimahullahdan ikkisining ota-onaningki yaxshilik qilishda barobar ekanligini naql qildi. O'xshash farq yo'q. أخذا مما روي عنه أنه سأله رجل قال طلبني أبي فمنعتني أمي قال أتي أباك ولا تعص أمك. Tutqib o Resulullah'dan rivayet kılgan hadiste o Resulullah'dan bir adam sorab mundaq dedi. Mendin dadam bir işte qıpırın deb talab qildi, meni anam to'sdi deganda Payg'ambarim dadangga itoat qilgin, anang g'asilik qilma dedi. Demak, bu yerda anam to'sdi, anangga g'asilik qilma, dadangga itoat qil. Rasulullah qanday dadasiga itoat qiladi? Dadasining buyrug'ini qiladi. Onasiga qanday g'asilik qilmaydi? Onasining ko'ngliga qilmaydi. Qala ibnu Battal haza yadullu ala annahu yara anna birrahuma sawa. Bu ota-onaga yaxshilik qilishning o'xshash ekanligiga dalolat qiladi dedi. Biz qala Lays hina su'ila anil mas'ala bi ayna, chunki Laysdan bu meselenin aynini sual qilgan vaqtda ati ummaka anang itoat qilgin fa inna laha sulusayl bir yazman anang uchun yaxshilikning 3dan 2si bor degan. Demak, hadisning sahihsi qaysi desa ananing yaxshiligi dadidan muqaddam va ananing yaxshiligi anaga yaxshilik qilish dadidan ko'p. Haza degan xuz, haza degan ma'no buni uchun tutib va taqdimus salati alal bir, namozni nima uchun yaxshilikka ilgari qiladi? Ota-onaga yaxshilik qilishga degan bir savolga namozni ota-onaga yaxshilik qilishga ilgari qilish, chunki namoz Allohga shukr qilganlik. Yaxshilik degan ota-onaga shukr qilganlik. Ota-onaning shukrisi Allohning shukrisi ota-onaning shukrisidan muqaddam. Allah'ın en şükürlü ve livalideyk ilayyel mesi degan sözüge muvafiq qilish uchun manga shukr qilgin, ota-onaga shukr qilgin, mening tiripimgadir yenib kelishing dedi. Amma taqdimul birri alal jihad fali'annal murada huna minal jihad ghayru farzil ayn wa huwa yatawaqqaf ala iznil validayn. Amma yaxshilikni jihad qilishga ilgari qilish, aslida jihad afzal. En muhimi bu yerda ota-onaga yaxshilik qilishdan jihad qilish ilgari qilish, chunki bu yerdagi maqsad farz ayn bo'lmagan jihad maqsad. Ota-onaga yaxshilik qilish davomli farz ayn bolalarning ustiga. Davomli farz ayn. İlla ota-ona ota-onaga yaxshilik qilish davomli farz ayn. Onundan bola qutlab bo'lanmaydi. Macahat çoğu dese cihat farz, kifoya, farz ayn bo'ladi va naflimi bo'ladi. Shunga ko'ra o farz ayn bo'lmagan cihat ota-onaning iznisiga qarshilik qiladi. Unda vaqtda ota-ona izni qilsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Va xussa salasa bizikr li annaha alamatun ala ghayriha. Bu yerda 3 tilg'ab o'tildi, chunki bu 3 boshqasiga alomat. Fa inna man dayya'a salata صلاة المفروضة حتى يخرج وقتها في غير عذر مع خفة مؤونتها عليه وعظيم فضلها فهو لما سواها أجزاء.
farz namozni onun vaqti chiqib ketganga qadar uzrsiz qazo qilayotgan, zayo qilayotgan kishi o farz namozning uningga chiqimi yengil, fazilati katta turiblik o kishi uningdan boshqasini bakroq zayo qilayotadi. Ve men lem yeburra valideyhi ma'a vufuri haqqihima aleyh kana li gayrihima aqallu burr. Ata-onasiga yaxshilik qilmagan kishi o ikkisining uning ustida haqqi to'liq tursa-mu, boshqalarga yaxshilik qilishi bakroq tuvandir, azroqdir. Ve men terekal cihad el-kuffar ma'a shiddati adawatihim lid-din kana li cihad gayrihim min el-fusaq atrak. Kafirlarga cihad qilishni qo'yib qo'ygan qilmagan kishi o kafirlar dinga shuncha qattiq adovat qilib turganligin, ulardan boshqa fasiqlarga qiladigan jihadi bakroq yo'q qo'yib qo'ydi. فظهر أن الصلاة تجتمع في أن من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ ومن ضيعها كان لما سواها أضيع قاله التبري. Şu inik buldu ki üççe cuguluşudu, şunun da cuguluşudu ki o 5 vakit namazını saklap kalalıgan kişi, üçtü saklap kalalıgan kişi o üçtün başkını bakroq saklaydı. Üçtün nabut kılgan, zaya kılgan kişi üçtün başkasını bakroq zaya kıladı deganligini qilib qoldi. Buni Tibri dedi. Şuna ata-onaga jihad qilishdan, yaxshilik qilishdan, ata-onaga jihad qilishdan, ata-onaga yaxshilik qilishni muqaddam qilgan. Ve yu'khazu min al-hadis fawqa ma sabaqamda. Hadisdan yuqori qiladigan boshqa inma elinadi. Anna amal al-birr yabtulu ba'daha ba'zan. Birinci yaxshi ishlar birisi-birisidan fazilatli. Onun fazilini ma'lum fazili yuqori. İkincisi er-rifqu bil alim ve tavakkufu min al-iksari alayhi khashatal milal. Alimga ichroq etish. Ve alimdan to'liq savol so'rashdan to'xtash, zirkib qilishdan qo'rqib, bir alim bir zirkib qolmasin deb. Üçüncüsü ma kana alayhi sahabe min ta'zimin nabiy ve şefqali. Üçüncüsü sahabeların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın katılışı, onun şefkat kılışından ibaret ahvali. Ve fihi husnul muraca'a fi sual. Dördüncüsü bunun da soraşta yaxşı müracaat kılış var. Abdan oylanış, fikir kılış lazım. Fikir kılıp kılış lazım. Demek hadiste biz degandek birinci Allah'ın hakkı, ikincisi insanların hakkı, üçüncüsü bütün Müslümanların hakkı, ata-onaning hakkı bir yerde emri ispatlanıp turuptu. Allah subhanahu ve teala bu hadisga amal qilgili ve bu hadisning mazmunini o'zimizning hayotiga tatbiqligini nasib qilsin. Ulug' Allah darslarimizni davom etqilib nasib qilsin. Allah shu darslarimizni tarqatgan ve atrofliga kengaytishib bergan har bir kishilarga Allah rahmat qilsin ve dinning xizmatini qilishga Allah nasib qilsin. Rahmatiga rahmat.